Yaponiya xabarlar to'g'rida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, hakerlar Shanxay saqchi doiralari saqlayotgan 1 milliard Xitoy fuqarosining uchurlarini qo'lga tushirgan. Bu hujjatlarda Xitoy nopisi to'g'riliq haqiqiy uchurlar saqlangan. Bu uchurlar bilan Xitoy hukumatı e'lon qilingan nopis soni o'rtasida cho'ng farq bo'lib, Xitoy o'zining nopisini oshirib ko'rsatgan ahvol bor ekan. Oshkorlangan uchurlardan qaraganda, oz sonli millatlarning nopisining 2017-yildan boshlab jiddiy ozlab ketganligi ko'rilgan. Balalarning tug'ilish nisbati tuvallab ketgan. Bu ma'lumot Xitoy 2020-yili e'lon qilgan nopis tekshirish doklatidan zo'r darajada farqli bo'lib, Xitoyning oz sonli millat nopisini yolg'ondan oshirib ko'rsatganligini isbotlab bergan. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Zinz 2021-yil 8-oyda e'lon qilgan bir dokladida berilgan hukumat hujjatlari Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning nopisini tabiiy ko'payishdan qasddan cheklayotganligini namoyon qilib bergan edi. Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbas xonim Malayziyadagi faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Uyg'ur harakatining ommaviy taratquv hisobidagi uchurlarga qaraganda, Roshan Abbas xonim tunugun Malayziya parlament a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'ur qirg'inchiligi haqida ma'lumot bergan va hamkorlik temalarini muzokara qilgan. Solomon taqimi orollarının diplomatiya ministri Jeremy Maneli Yangi Zelandiyaning poytaxti Wellingtonda rasmiy ziyoratda bo'lganda rayon vaziyati haqida to'xtaldi. Maneli biz Xitoy bilan Amerika o'rtasida taraf tanlashimiz kerak bo'ladigan bir o'ringa qo'yilishini xohlamaymiz dedi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texnika jiddiyligining texmi kuchayayotganligi haqida bishoratlar kelmoqda. New York vaqt gazetidagi xabarlarga qaraganda, Amerika hukumatı Xitoy armiyasi ishlatiladigan ilg'or kompyuter texnikasiga yangi savdo cheklamasi qo'yishga tayyorlik qilmoqda. Google'ning dağlıq tərcümə supisi Google tərcüman işletiş miqdarının tövənləşi səbəbidən Xitayda toxtatıldı. Google'ning ana şirketi Alphabet düşənbə günü tərcümə mülazimətinin rəsmi taqalğanlığını elan qıldı. 2010-yılı Google Xitayning qattiq tekshirish tüzümü səbəbidən izləş motorunu Xitay bazardan çıxarğan idi.